Homiladorlik davrida o't qopini yuvish muolajasini o'tkazish mumkinmi? Bu bizani Instagram tarmog'imiz direktiga yoki Telegram lichkalarimiz, telefon orqali eng ko'p so'raladigan savol. Shunga mana hozir sizlarga bitta umumiy qilib javob beramiz. Mana hozir aynan shu holat bo'yicha bitta direktimizga savol kelib tushibdi. Demak, bemorimiz homilador va unda aseton miqdori juda yuqorilab ketgan. Bunda ularga jigarni, qonni tozalash muolajalarini o'tkazilibdi. Qayd qilish 2 haftagina qolgan. Hozirda ovqat yesa, hali ham o'sha diskomfort, jig'ildon qaynashlari bor. Badan va yuzdagi toshmalar qaytalanib chiqyapti va avvalgidan ham ko'proq chiqyapti hamda qichishish belgilari bilan. Va ular so'rayaptilar, shu o't qopini yuvish muolajasi mumkinmi yoki yo'q? Bizning javobimiz: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bunaqangi holatingizda bizga o't qopini yuvish kerakmi, yo'qmi? Bu faqat qabulda, faqat konsultatsiya davomida aniq qilib berish mumkin. Atak bu muolajani qilsa bo'ladi homiladorlarga ham, qachonki shu homila tarafidan va ona tarafidan homiladorlik ketishi davomidagi hech qanaqangi asoratlar yoki qon ketishda shunga o'xshagan ugrozalar bo'lmayotgan bo'lsa,